Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-yanvarda jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasini ilmiy tadqiq qilish faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni va kriminologiya sohasida ilmiy amaliy tadqiqot ishlarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Mazkur farmon va qarorlar asosida Ichki ishlar vazirligi tizimida O'zbekiston Respublikasi Kriminologiya tadqiqot instituti tashkil etildi. Ayni kunda tadqiqot instituti tomonidan jinoyatchilik tendensiyalarini kompleks ilmiy tahlil va prognoz asosida aniqlash, hududlar kesimida kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish, choralarining samaradorligini ilmiy jihatdan baholash kabi bir qator ustuvor vazifalarni amalga oshirib kelmoqda. Zamon talabidan kelib chiqqan holda ayni kunda tadqiqot obyektlarini kengaytirish, har qanday jinoyatlarni chuqur ilmiy tahlil qilish doirasida ustuvor vazifalar belgilandi. Shu maqsadda kriminologik faoliyatni ilmiy va ekspertlik jihatdan ta'minlash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Kriminologiya tadqiqot instituti va Toshkent kimyo xalqaro universitetlari o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida memorandum imzolandi. Mazkur kelishuv asosida endilikda Toshkent kimyo xalqaro universitetida kriminologiya bo'yicha o'quv mashg'ulotlari o'tkazish, kriminologik faoliyatni ilmiy va ekspertlik jihatdan ta'minlashda uslubiy yordam ko'rsatish, qo'shma kriminologik tadqiqotlarni amalga oshirish uchun xalqaro grantlarni jalb etish, dunyo ilm-fani va texnologiyalari ilg'or yutuqlaridan kriminologik faoliyat samaradorligini oshirishda foydalanish, shuningdek, yurtimizda kriminologiya ilmiy maktablarining jahon miqyosida o'z o'rniga ega bo'lishini ta'minlash maqsad qilingan.